yerda Huvana va qishloqda yashayman. Juda faqirman. Balki aytganingdek faqirsan, ammo qalbing shu qadar boyki. Sen juda go'zal qiz ekansan, Robiya. Alloh inshaalloh baxtingni ham yuzing kabi go'zal qilsin. Ol, bu senga sovg'am. Nega, afandim? Uyalma, ol. Istaganingcha tarqatasan. Sizni Alloh yubordi. Bor yo'g'i karvonim o'tib ketayotgandi xolos. Ismim Hasan. Basraga yo'ling tushsa, savdogar Hasan deb so'rasang, uyimni ko'rsatadilar. Alloh baxtingni ochiq qilib, shu go'zal va baxtiyor ko'zlaring misoli nurli kunlar bersin senga, Robiya. Allohga omonatsan. Siz ham, afandim. Bir kun Basraga boraman, afandim. Albatta boraman. Ol. Sen ham ol. Bu senga, bu senga, bu senga. Mana ol. Zo'r! Oling. Mendan rozi bo'ling. Roziman. Oling. Siz ham mendan rozi bo'ling. Roziman. Mana o'sha qiz. Yonida bir xalta oltin bor. Yarmi sizniki, yarmi meniki. Qasammi? Qasam. Yuringlar. Boring. Qizni biror quldorga sotsak boyib ketamiz. Yuringlar. Yuringlar. Iltimos, meni yashirib qo'ying. Ortimdan quvib kelyaptilar. Qo'rqma qizim, himoyamdasan. Qani o'tir, xush kelibsan. O'tir qizim, qo'rqma. O'gay akam yo'lto'sarlar bilan pullarimni o'g'irlashdi. Meni qul qilib sotishmoqchi. Qo'rqma qizim, Alloh buyukdir. Nima istaysiz? Qochoq bir qizni qidiryapmiz. Bu yerga unday qiz kelmadi. Meni ibodatimdan chalg'itmang. Allohning g'azabidan sira ham qo'rqmaysizmi? Bo'ldi, endi ketishing mumkin qizim. Allohga omonat bo'l. Alloh sizdan rozi bo'lsin.
Men bor yo'g'i musulmonlik vazifasini bajardim. Musulmon tilidan va qo'lidan boshqa insonlarga yaxshilik va ezgulik topgan inson demakdir. Duoyi xayringizni mendan ayamang. Basraga ketyapsan qizim. Kayfu safo va gunoh shahridir Basra. Bir kuni Alloh taolo seni gunohlaringdan qaytarib, mag'firatni nasib qilsa, bu qariya darveshni esga ol.